Malibu bilan bir xil, даже Malibuni ham choyni ichirib yuboradi bu mashinamizni. Mana bu mashinaning faralarini yonishini ko'ryapsizlarmi? Malibuni prosta choyni ichirib yuboradigan Mazda bo'ladi. Mashinamiz 218 soat kuchiga ega. Bu degani 6-7 sekundda 100 ga chiqadi. Malibu bilan bir xil, даже Malibuni ham choyni ichirib yuboradi bu mashinamiz. To'liq zaryad bilan 1200 km masofani bosib o'tadi. Bu degani 100 km ga 6-7 litr rasxod degani o'rtoqlar. Bunaqasi menimcha Malibu segmentidagi mashinalarda yo'q. Mashinamiz gibrid, 9 da 200 km yuradi. Kerak bo'lsa, uyda ham tam rasxod qilmaydi, 20 ming so'mga aylansa kerak. Endi salon interyeriga kelsak, pastligiga ko'rsataman. Bunaqa roskoshniy salon Malibuda yo'q. Head-up display, bezramchniy oynalar, Alcantara bilan zamish birga ishlangan. Kojasi вообще gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu yerda ham panorama tom o'zini pardalari bilan birga. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Podsvetkasi ham bor. 360 gradus kameraga ega. Hamda mashinaning orqasida sportkarlarga o'xshab spoilerlari bor o'zini. Kerak bo'lsa uxlab qolganda uyg'otadigan datchiklarga ega. Mashinamizning narxiga kelsak 33 ming AQSh dollari. Bunaqasi faqat Global Motors'dan topsanglar bo'ladi. Mashinamiz nalichida, kimga qiziq bo'lsa, ko'proq ma'lumot olish uchun Global Motors'ga aloqaga chiqaveringlar.